Salom bolajonlar. Men kimman bilasizlarmi? Men doiraman. Hayotda doira shaklidagi qanday buyumlar mavjud? Koptok, mandarin, tarvuz, quyosh, tugma, soat. Juda to'g'ri. Men kimman? Aytingchi. Kvadrat. Kvadrat shaklidagi qanday buyumlarni bilamiz? Kub, pirog, deraza, quti, yostiq, rasm. Judayam to'g'ri. Bu qaysi shakl bolajonlar? Uchburchak. Hayotda qaysi buyumlar uchburchak shaklida? Piramida, archa, muzqaymoq, samolyot, o'yinchoq, palatka, qayiqchaning yelkanlari. Judayam to'g'ri. Bu qaysi shakl bolajonlar? Oval shakli. Oval shaklidagi qanday buyumlarni bilamiz? Limon, shar, toshbaqa, konfet, tuxum. Bu qaysi shakl bolajonlar? Aytingchi. Qani kvadratga o'xshaydi, lekin ammo bu to'rtburchak. Kvadratning hamma yog'i teng bo'ladi, to'rtburchakning bo'yi va eni mavjud. Konvert to'rtburchak shaklida, shkaf to'rtburchak shaklida, akvarium, shokolad, kitob to'rtburchak va xolodilniklarimiz to'rtburchak shaklida. Bolajonlar, mana shunday qilib siz geometrik shakllar bilan tanishdingiz. Biz to'rtburchak shakllardan nimalar hosil qilishimiz mumkin? To'rtburchak va uchburchakdan judayam to'g'ri, uy hosil qilishimiz mumkin. Ikkita doiradan esa-chi nima hosil qilish mumkin? Nimaga o'xshaydi bular? Matryoshka o'yinchog'iga o'xshaydi. Oval shakli va uchburchakdan nimaga o'xshab ketyapti? Baliqchaga. To'rtburchak va doiradan nimani hosil qilishimiz mumkin? Kaktus. Judayam to'g'ri. Uchburchak. Uchta uchburchakdan esa-chi bir o'ylab ko'ringchi. Archa, yangi yil archasi. Ikkita doira va uchburchakdan-chi bir o'ylab ko'ringchi. Qorbobo, ya'ni qorbola, sizning sevimli qahramoningiz. Ikkita uchburchak va bitta ovaldan konfet, sizni sevimli mahsulotingiz. Xayr bolajonlar, biz sizlarni geometrik shakllar bilan tanishtirdik. Biz hayotda har doim siz geometrik shakllarga duch kelasiz. Shuning uchun bu geometrik